Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Bugungi brifingimiz Yangiyer shahrining 2025-yilda yakunlari va asosiy natijalar, xorijiy investitsiyalarning o'zlashtirilishi va eksport prognozlarini bajarish to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tsam. 2025-yilda shahrimizda 15 ta loyihalar doirasida 219 million dollarlik xorijiy investitsiya va kreditlar o'zlashtirishi belgilangan bo'lib, amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida 2025-yilda jami 25 ta loyiha doirasida 220 million dollarlik xorijiy investitsiya va kreditlar o'zlashtirildi. Bu o'zlashtirilgan investitsiyalar o'tgan yilga nisbatan 2.9 barobar o'sishni tashkil etdi. Misol uchun, Jingu sanoat parki MChJ tomonidan 50 gektar yer maydonida qiymati 50 million dollarlik bo'lgan paxta xomashyosini qayta ishlash va tekstil mahsulotlari ishlab chiqarishni tashkil etish loyihasi. Shuningdek, Hongsing Development MChJ tomonidan 7 gektar maydonda 12 million dollarlik polietilen trubalar hamda sug'orish trubalari hamda polietilen plyonkalar ishlab chiqarish loyihalari amalga oshirildi. Bundan tashqari, sobiq temir beton konstruksiyalar zavodi binosida Xitoy texnoparki tashkil etilmoqda. Hozirning o'zida qiymati 35 million dollarlik 3 ta loyiha amalga oshirilib, korxonalar tomonidan qurilish ishlari hamda asbob-uskunalar o'rnatish ishlari olib borilmoqda. Mahalliy xomashyo va resurslarni chuqur qayta ishlash import o'rnini bosuvchi eksport bozorlarida raqobatbardosh va yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish amalga oshirilmoqda. Misol uchun, Unit Group Sirdaryo MChJ tomonidan qiymati 3 million dollarlik bo'lgan alyumin kabellar ishlab chiqarish loyihasi. Shuningdek, GFNC Technology MChJ tomonidan 5 million dollarlik paxta chigitini qayta ishlab, unumdor nav yaratish loyihasi. Shuningdek, Sunny Golden Oil MChJ tomonidan 4,5 million dollar bo'lgan o'simlik yog'i ishlab chiqarish loyihalari misol bo'ladi. Bundan tashqari, yirik loyihalarimizda ham qurilishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Sayxun oyna MChJ tomonidan 17 million dollarlik shisha idishlar va oyna mahsulotlari ishlab chiqarish loyihasi. Shuningdek, Ecoflor MChJ tomonidan qiymati 8 million dollarlik un mahsulotlari hamda yog' mahsulotlari ishlab chiqarish loyihalaridir. Eksport yo'nalishida esa Yangiyer shahrida 2025-yilda 71,2 million dollarlik eksport mahsulotlari amalga oshirilib, shundan 68 million dollari sanoat mahsulotlari, 3 million 200 ming dollarlik meva-sabzavot mahsulotlari eksporti amalga oshirildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 103%, ya'ni 2 million dollarga ko'p bajarilib, shahar eksporti yildan yilga ortib borayotganini ko'rsatadi. Eksport tarkibida oziq-ovqat mahsulotlari 64 million dollarlik, to'qimachilik mahsulotlari 2,7 million dollarlik, meva-sabzavot mahsulotlari 3,2 million dollarlik, qurilish materiallari esa 1 million dollarni tashkil etadi. Yangiyer shahrida 2025-yilda eksportchi korxonalar sonini 14 tadan 17 taga yetkazildi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash, mahsulotlarni tashqi bozor talablariga moslashtirish va logistika tizimini yanada takomillashtirish ishlari davom ettirilmoqda.